Ramazonda Imom Buxoriy hadis darslarini to'xtatib, shogirdlari aytadilarki, kunda har kuni bomdodda saharlikdan keyin xatm boshlardilar, iftorga tugatib xatmning duosini qilardilar. Shu 10-12 soatda xatm tugatardi. Kunduz bitta xatm qilardilar. Keyin Xuftonda jamoat yig'larida odamlar. Ularga kuniga 2 poradan xatm qilib berardilar. Ularni tarqatib shogirdlar bilan qolib kuniga 10 pora xatm qilardilar tarovehga. Ya'ni kunduz bitta xatm, kechki payt namozga 12 pora o'qirdilar. Imom Buxoriy ana shunday xatm qilganlar Ramazonda. Ramazon shunaqa o'tkazgan. O'zi qilayotgan ishlari din, hadis, ilm, lekin Qur'on Ramazon oyi Qur'on oyi bo'lganidan, bu oyda Qur'onga shunaqa e'tibor berish lozim bo'lganidan o'sha hadis darslarini to'xtatib Qur'onga mana shunaqa mashg'ul. Lekin biz afsuski u kishini avlodimiz deymiz, juda Qur'ondan uzoqmiz. Endi agar biz Qur'oni Karimni o'qib o'rganib, uni ta'mini totishni boshlasak, Alloh o'zi bizga fath qiladi.